2 yoshli o'g'limdan raspakovka, chek. Epona kosmetika brendimizning boshlig'idan o'g'lim uchun sovg'alar kelibdi. Kelinglar birgalikda ochib ko'ramiz. O'g'limning sovg'asi bo'lganligi uchun o'g'limni o'zi sizlarga raspakovka chek qilib beradi. Korobkani ochganimizdan keyin Epona brendining korobkasi bilan shunaqa ajoyib xat ham bor ekan. O'zingizlar skrinshot qilib o'qib olsanglar bo'ladi. Qani korobkaning ichida nimalar bor ekan? Oho! Bu sovg'a o'g'limga yoqib tushdi. Ichi to'la shokolad ekan. Shunaqa kosmetika ham bor ekan. Buni nimaligini keyinroq ochib ko'rsatamiz. Simrimolga o'ralgan nimadirlar bor ekan. Ochib qarasak, ichi to'la kiyim chiqdi. O'g'lim yaxshi ko'radigan boshinali kiyim ekan. Bittasi ko'k qizil, bittasi esa oq ko'k ekan. Kelinglar kiyib ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib qizil kiyimimizni kiyib ko'rsatamiz. Tepasi qizil, pasti ko'k ekan. Bu do'yka o'g'limga juda ham yoqib tushdi. Sakrashini qaranglar. Endi ikkinchi oq do'ykani kiyib ko'rsatamiz. Epona kosmetika brendimizning boshlig'i o'g'limning razmerini qanot topdi bilmadim-u, lekin juda ham zo'r sovg'a ekan. Kattakon rahmat. Endi kosmetikani ochib ko'rsatamiz. Bu yosh bolachalarning tanasiga surtiladigan yog' ekan. Yuvingandan keyin shu yog' bilan chiroyli qilib masaj qilib qo'yaman. Buning uchun ham kattakon rahmat. Koreyadagi kosmetika brendlarining boshlig'iga qoyil qoldim. Nafaqat menga, balki butun oila a'zolarimgacha sovg'alar jo'natishadi.